Negan u dedi, shuni qil, shunda biz do'st bo'lamiz. Rikning yuzi oqarib ketdi. Bu uni itdek ishlatish edi. Agar u buni qilsa, Neganning quliga aylanganini bildirardi. Zombilar yaqinlasha boshladi. Negan esa ularga hech qanday qiyngarchiliksiz zarba berib o'ldirar. Bu orada Rikni kuzatib turardi. Rik esa xotirjamligicha qoldi. Negan biroz jahl bilan egilib yana dedi, borib boltamni olib kel. Rik bu uning so'nggi imkoniyati ekanini tushundi. Agar u itoat qilmasa, o'zi ham do'stlari ham o'lishardi. U tashlab yuborildi va darhol zombilarni o'ziga tortdi. Endi omon qolish uchun u bolta tarafga yetib borish kerak. Qo'lida hech qanday qurol bo'lmagan Rik faqat qochish harakatlariga tayanishga majbur edi. Zombilar juda ko'p, atrofni ko'rish qiyinlashgandi. Qattiq kurashdan so'ng Rik narvondan chiqib mashina tomiga yetib bordi va bolta aynan shu yerda ekanini ko'rdi. Shu paytda u kunduz kuni yo'llarini to'sib qo'ygan, qulagan daraxt joyga qaytganini tushundi. Atrofga qarasa, ilgari ko'prikda osib qo'yilgan odam endi zombi bo'lib qolganini ko'rdi. Bu manzara unga post-apokaliptik dunyoning va barchasini kutayotgan taqdirni eslatdi. O'ylar girdobida Rik mashina tomiga tiz cho'kdi. U yig'lamoqchi edi, lekin ko'zlaridan yosh chiqmadi. U o'zini butunlay ojiz his qildi. Avvalgi o'ziga ishongan, har qanday to'siqni yenga olaman degan Rik endi Neganning najotkorlari tomonidan ezilgan, go'yo yengib bo'lmas tog'ga duch kelgandek edi. U asta-sekin mashina tomiga cho'zilib yotdi. Go'yo shunday qilsagina bo'layotgan voqelikdan qochib qutuladigandek. Bu paytda Neganning ovozi eshitildi. Agar ular tezda qaytmasa, do'stlarining barchasi o'lishidan ogohlantirildi. Rik bolta tarafga qaradi. Endi u tushundi, shu kichkina bolta hammaning taqdirini hal qiluvchi narsa edi. Neganning sabrsiz ovozi yana eshitildi. Ketidan mashina tomiga qarata o'q uzildi. Rik darhol sakrab, yaqin atrofdagi zombilardan birining jasadini ushlab qoldi. Zombining bo'yni yaqin orada uzilib ketishi mumkin edi, chunki Rik havoda muvozanatni yo'qotayotgandi. Ammo pastda uni kutib turgan yuzlab zombilar bor. Vaziyat tobora xavfli tus oldi. Zombilarga yem bo'lish faqat vaqt masalasi edi. Shu payt Negan o'q uzishni boshladi va pastdagi zombilarni tozalab tashladi. Rik esa yerga quladi. Negan davom etdi. Vaqt tugayapti, Rik. Hamrohlaringga nima bo'lishini o'ylab ko'r. Rik ham shoshayotgandi. Boshqa odamlarning boshiga qanday qilib o'q tegayotganini eslatuvchi tasvirlar xayoliga tushgandek bo'ldi. Shu holda u zombilar orasidan bolta izlab yurdi va nihoyat uni o'tloq orasida topdi. Rik boltani olib, va avtobus tomon yo'l ochib yurdi. Ammo eshikni ochmoqchi bo'lganida u ochilmadi va zombilar yaqinlasha boshladi. Rik eshik oldida o'zini himoya qildi. U holdan toygandi. Negan eshikni ochib, zombilarga qarata o'q uzdi. Mashina ichiga kirgach, Negan Rikka qarab qo'l cho'zdi. Rik esa aql bilan ish tutib, boltani unga qaytarib berdi. Mashina ortga qayta harakatlana boshladi va tez orada ular to'xtashdi. Negan boltani artdi va Rikka uzatdi. Uni olish esa Neganning itoatkor quliga aylanish degani edi. Rik Neganga g'azab va norozilik to'la nigohi bilan qaradi. Bu esa Neganga yoqmagan holat edi. Negan Rikni uloqtirib yubordi va o'lik itdek sudrab oldinga olib bordi. U Rikni o'zgartirish uchun olib chiqqandi, ammo hali ham Rikning ko'zlarida o'sha isyonkor qarashni ko'rdi, go'yo imkon tug'ilganida qasos olmoqchidek. Bu esa Negan uchun mutlaqo mumkin bo'lmagan holat edi. Rik endi itoatkor bo'lishga urinardi, holatni yanada chigallashtirmaslik uchun, lekin Neganning navbatdagi harakati Rikning iroda kuchini butunlay sindirib tashladi. Negan Karlni chaqirdi va uning qo'liga kamar o'rab, otasining yoniga yotishga majbur qildi. Negan Karlning qo'liga chiziq chizdi va Rikka aytdi, "Mana shu chiziq bo'ylab bolta ur." Tanlov nihoyatda shafqatsiz edi. Yoki Rik Karlning qo'lini kesib tashlaydi, yoki hammasi o'ladi. Karl ham qolganlar ham, hatto butun jamoa ham bir xil taqdirga duch keladi. Rik vahimaga tushdi va Neganga yolvordi. O'zining qo'lini kesishini yoki hatto o'zini o'ldirishini so'radi, ammo ayyor Negan rozi bo'lmadi. Bu uning g'ururini sindirish usuli edi. Oh my god. Are you going to make me count? Okay, Rick. You win. I am counting. 3! Please. Please. 2! Please don't do This is it. 1!
You answer to me. You provide for me. You belong to me. Right? Shu bilan dahshatli kun, kabus nihoyat yakuniga yetdi. Rik endi nima qilish kerakligini anglagandi. Negan Duvidga Derelni garovga olishni buyurdi va bu bilan Rikning ruhiga yana bir tahdid qo'shildi. Agar kimdir aldamoqchi bo'lsa, Derel shafqatsizlarcha o'ldirilardi. Derel esa Glenning o'limi uchun o'zini aybdor his qildi va qarshilik ko'rsatishga jur'at eta olmadi. Keyin Negan e'lon qildi, kelasi haftadan boshlab birinchi xarajat yig'imini to'plashni boshlashini aytdi. Agar u yetarli bo'lmasa, faqatgina odamlarning hayoti bilan to'ldirishlari kerakligini ham qo'shib qo'ydi. Atrofdagi najotkorlar sekin-asta tarqala boshlashdi. Rikning jamoasi esa vayron holda qoldi. O'tgan tunning voqealari ularning ruhiyatida chuqur iz qoldirgan. Hech kim gapirmasdi. Taxminan yarim soat o'tib, Megi o'rnidan turdi. Barchaning nigohi unga xavotir bilan qadaldi. Megi o'zini aybdor his qildi. Bu holatga sababchi o'zi deb o'yladi. Axir ular Hilltopga aynan u tufayli ketishayotgandi. Megi taklif qildi, Rik hammani olib orqaga qaytsin, u esa Hilltopga yolg'iz o'zi boradi. Rik esa shunday dedi, biz hali ham oilamiz, biz seni yolg'iz tashlab keta olmaymiz. Oxiri Sasha taklif berdi, Megini tepalikka men olib boraman, qolganlar esa qaytib najotkorlar bilan yuzlashishga tayyor bo'lishlari kerak. Ular Ibrohim va Glenning jasadlarini mashinaga joylashdi. Bu juda qorong'u kun bo'ldi. Hech kim qasos haqida gapirishga jur'at eta olmadi. Ya'ni qanday qilib qasos olish haqida gapirilmadi. Najotkorlar ularni ruhiy jihatdan butunlay sindirishgandi. Neganning qo'lida esa butun boshli bir to'da bor edi. Rikning ko'zlaridagi chaqnash yo'qolgan. Endi ular o'zlari yuruvchi murdalarga aylanishgandi. Glenning o'limi hammaga og'ir botdi, ayniqsa Megi uchun. Lekin bu fojia ularning ichida bir narsa qoldirdi. So'nmagan umid, vaqti kelganida alangaga aylanuvchi qasos olovi. Rik bukildi, ammo sinmadi. U qaytadi, ular yana qaytadi va qachondir qasos albatta olinadi. Negan kuchli bo'lishi mumkin, uning odamlari bor, u zo'ravonlikka tayanadi, ammo Rikning yuragida yongan o'sha olov bu zulmni kuydirib yuboradi. Glenni eslang, uni yodda tuting va kuting, u yana qaytadi. Faqat farzandining nigohlarida. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rishguncha xayr.